Tatu1K kanali asoschisi 40-50 milliongacha pul topsa bo'ladi. baza olish mumkin deb bilishadi. O'qituvchilar shu savollarni ko'chirib turib, savol tuzib qo'ygan vaziyatlar ham bo'lgan. Assalomu alaykum barchaga. Tatuda o'qib turib ham o'zini yo'nalishida ishlayotgan, yaxshi natijalarga erishayotgan talabalar bilan suhbat qurishga qaror qildik. Bugungi birinchi mehmonimiz barchaga ma'lum va mashhur bo'lgan Jeyson Xon taxallusi bilan ijod qiluvchi Tatu1K kanali asoschisi Jahongir bo'ladi. Assalomu alaykum Jahongir. Assalomu alaykum Nadir aka. Obunachilarimizga o'zingizni bir qisqacha tanishtirsangiz. Meni ismim Qo'ziboyev Jahongir. Men hozirda Tatuning dib fakulteti 3-bosqich talabasiman. Hozir siz aytib o'tganingizdek, Tatu1K kanalining asoschisiman. Endi bizani kuzatayotgan obunachilarimizda savol tug'ilishi mumkin. Tatu1K kanali qachon va nima maqsadda ochilgan? Tatu1K kanali bundan 3 yil oldin qiynalayotgan talabalarning ko'pligini biz ko'rib qolganmiz birinchi semestrning o'zida. O'sha vaqtda ularga qanaqadir yordam kerak edi. O'shanaqa yordam berish maqsadida ochilgan. Demak, maslahatlar berish, yuqori kurs talabalari tomonidan qanaqadir bir universitet hayotiga bog'liq muammolar bo'yicha maslahatlar berish uchun menimcha ochilgan bo'lsa kerak. Shunaqa. Endi yana bitta savolda, ko'p talabalar shu kanalni baza olish mumkin deb bilishadi. Ya'ni bu yerda haqiqatan baza tarqatiladimi? Agar bazadagi savollar tarqatilsa, ular qayerdan olinadi? Shu bo'yicha ham bir ma'lumot berib ketsangiz. Baza deb atalgan narsa aslida baza emas. Biz o'zlarimiz tuzgan savollar bo'ladi. Bu o'tgan yilgi, undan oldingi yillarda tushgan savollarga qarab biz o'zlarimiz testlar tuzib nima qo'yamiz, tayyorlab qo'yamiz. Shunaqa qiziq vaziyatlar bo'lgan bizda. Biz yakuniy bo'lishidan ancha oldin bu bazalarni tashlab qo'yamiz. Bizda o'qituvchilar shu savollarni ko'chirib turib, savol tuzib qo'ygan vaziyatlar ham bo'lgan. Demak, tushunishimiz bo'yicha bu baza emas, ya'ni yil davomida, semestr davomida fanlardan o'tilgan savollar, mavzular bo'yicha tuzilgan savollarni to'g'ri javoblar variantlari bilan berasizlar. Shunaqami? Ajoyib, ajoyib. Endi yana bir savol, ozgina qitmirroq savol desak ham bo'ladi. Siz mana o'z yo'nalishingiz bo'yicha ishlaysiz ham, to'g'rimi? Bizda bor ma'lumotlarga qaraganda qancha oylik olasiz? O'zi oylik masalasi bu sir desa ham bo'ladi, lekin o'zgarmas oyligim masalan 10-12 million atrofida bo'lsa, qaysidir vaziyatlarda shunaqa ko'chadan proyektlar ham chiqib qolishi mumkin. O'sha vaqtda 40-50 milliongacha pul topsa bo'ladi. Juda yaxshi. Kezi kelganda bizani oyligimizdan ham bir necha barobar yuqori ekan. Ochiq havas qildim. Qaysi tashkilotda ishlaysiz va kim bo'lib ishlaysiz? Hozirda xususiy kompaniyada mobil dasturchi sifatida ish yuritib kelaman. Ya'ni iOS, Androidlarga, iOSlarga mobil ilovalar ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari veb-saytlar ham ishlab chiqaramiz. Xususiy kompaniya dedingiz, menimcha qaysi kompaniyaligini ochiqlamasangiz kerak. Unda boshqa savol, siz ishtirok etgansiz, ishlab chiqargan ba'zi bir mobil ilovalarni ayta olasizmi nomlarini? Nomini ayta olmayman, lekin bizning ilovalar 2-3 million martadan ko'proq yuklab olingan desa ham bo'ladi. Demak, milliondan ortiq foydalanuvchiga ega ilovalar ekan. Demak, aziz obunachilar, biz kundalik hayotimizda ishlatadigan ba'zi bir ilovalarni aynan shu talaba ishtirokida yaratilgan ekan. Bu juda ajoyib. Endi sizga navbatdagi savol, shu vaqtga qadar erishgan va o'zingiz faxrlangan top 3 ta natijangiz haqida aytib bersangiz. Birinchisi universitetga kirganim desa bo'ladi. Top 3 ta bo'lsa, birinchisi universitetga kirganim, ikkinchisi ko'plab talabalarga shu yordam berganimni ham natija desa ham bo'ladi. Albatta. Uchinchisi ishga bir amallab kirib olganim shu. Ya'ni talaba bo'lib turib yaxshi ish topganingiz. O'zi mana yomon oylik olmas ekansiz, ham o'qib turib, darsdan tashqari paytda yomon bo'lmagan oylikka ishlar ekansiz. Yaxshi, bu o'rtachadan yuqori desa ham bo'ladi. Yana boshqa tashkilotlardan ham sizlarga vakansiyalar kelib turadimi? Ya'ni ish o'rinlarini taklif qilishadimi yoki qanaqadir proyektlarga taklif qilib turishadimi? Kompaniyadan emas, lekin shu odamlardan proyekt topshiriqlar kelib turadi.
Tushunarli. Demak, o'z ishini mutaxassisi bo'lsa, talaba bo'lsa ham yaxshi ishlar topsa bo'lar ekan demak. Shunaqami? Cho'tka ishlar topsa bo'ladi. Juda yaxshi. Xo'p. Universitetda qanday qiziqarli voqealar bo'lgan? O'zi umuman universitet sizga nima foyda berdi asosan? Universitetda men ko'plab foydali narsalarni topdim desam ham bo'ladi. Masalan, bu katta nima bilan networking desa ham bo'ladi. Tanish bilishlar ko'payadi bu yerda. Keyin agar men o'zim sohamda ketganimda universitetga kirmasdan faqat o'zim sohamda nima bo'lardim, mutaxassis bo'lardim. Boshqa sohalar nima o'zi, nimadan tashkil topgan, nimalar bo'ladi degan narsalarni bilmasdim. Universitet bu narsaga javob beradi. Hamma yo'nalishdan dars o'tiladi bizga o'qituvchilar tomonidan. Ularni mutaxassis desa ham bo'ladi. Ulardan nima biz o'zimizga kerakli narsalarni olib turib, kelajakda normalniy bitta katta kompaniyaga asos solish ham mumkin. Universitet sizga bergan eng katta saboq qaysi? Eng katta saboq balki qanaqadir qiziqarli voqealar bo'lgandir. Shu voqeadan bir siz katta qanaqadir saboq olgandirsiz. Yaqinda bitta voqea bo'ldi. Talabalar tomonidan endi men o'zim talaba bo'lganim uchun o'zim o'rtoqlarim tomonda bo'lardim. O'rtoqlarimning gapiga kirib turib, men bizani Twitterga qarab turib, "Sen paraxo'rsan, unaqasan" deb gapirib tashlaganman. Keyin shunaqa vaziyatga tushib qolganmiz, tortishib ketib, "Seni ishingni nimaga sotga ko'taraman" deganda, o'sha vaqtda bizani dekan chaqirib olib gaplashganda, o'zi nimaga unaqa dedi, unaqa emasligini isbotlab berishgan. Keyin rostdan ham o'ylab qarasam, u talaba tomonidan prosto to'qib chiqarilgan narsa bo'lgan ekan. Prosto tangani ikkita tomonini ham ko'rish kerak. O'rganib chiqib qarasa, o'zi biz nohaq bo'lib chiqishi mumkin ko'p vaziyatlarda. Demak, siz tagiga yetmasdan turib, bechora Twitter poraxo'rsan degan ekansizda. Poraxo'r. Ya'ni bundan olgan asosiy sabog'ingiz tangani ikkala tomonni ham ko'rish kerak, o'rganish kerak. Ya'ni bir tomonlama fikr yuritish xatoligini o'rgangan ekansiz. Tushunarli. Keyingi savolimiz, shu darajaga yetishingizga kimlar sababchi bo'lgan yoki nima sababchi bo'lgan? Bu darajaga erishishim uchun ota-onam sababchi bo'lgan deb bilaman. Chunki ular bo'lmaganda kelolmasdim bu yergacha. Hozir universitetda o'qiyotgan talabalarga nimalarni o'rganishni maslahat berardingiz? Hozir universitetda o'qiyotgan talabalarning katta qismi qaysidir kursni tugatgan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa, hozir universitetda o'qiyotgan talabalarga ularni bilaman, o'zini har bittasi o'zini yo'nalishini o'rganib olgan, qaysidir kursga borgan, nechtadir qancha vaqtini sarflagan. Qanaqa dasturlash tili bo'lsa ham ish topa olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozir yangitdan o'rganadiganlarga ham, o'rganib olganlarga ham shu narsani maslahat bergan bo'lardim. O'rganganda qaysidir kompaniyada ishlayman deb emas, nimadir yarataman deb o'rganish kerak. Agar shunaqa deb o'rgansa, kelajakda o'zidan masalan qanaqadir Pavel Durovlar chiqib ketishi mumkin, Mark Zuckerberglar chiqishi mumkin. Maslahatlaringiz uchun albatta kattakon rahmat. Obunachilarimiz uchun bizani tinglayotgan, ko'rib turgan talabalarimiz uchun bu juda qadrli bo'ladi deb umid qilamiz. Bugungi savollarimiz shulardan iborat edi. Bugungi intervyu uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham katta rahmat Nodir aka. Sog' bo'ling.